Assalamualaikum. Videomuz yangi Al-Xorazmiy shaharchasi Urganch City'da yangi qurilgan 5 qavatli binoda birinchi etaj do'kon bo'ldi. Yo'lning ustundagi dom 5 qavatli binoda 4-qavatda 3 xonali 80 metr kvadrat korobcha kvartira sotiladi ekan. Domimiz полностью topshirilgan, gaz, svet, suv hamma narsasi kelib turibdi. 2 podezli dom. Domimizning birinchi etaj do'kon, el tarafidan qaragan. Shu domda 4-etajda 3 xonali 80 metr kvadrat korobcha kvartira sotiladi ekan. Hozir kvartirani o'zini ham ko'rib chiqamiz. To'g'ri adlarimiz o'tadi. Kadastrlar chiqqan. Bahasam xudo xolasa ajoyib bahada bo'ladi. Hozir kvartirani o'zini ko'rib chiqamiz. 4-etaj aytganimizdek 3 xonadan iborat. O'ngdagi xonadonimiz, ko'cha eshiklarimiz damir eshik. Ichki tarafini oppoq apshipcha bo'lgan. Korobcha holatda 80 metr kvadrat. Dokumentlari tayyor, to'g'ri format bo'lgan. Ayak dedamiz teshchi bo'lgan ekan, devorlar suvoq bo'lgan, usti plita. Bu yerda hojatxona joyi, bu yerda kuxnyasi, tak bitta bir prихожий shkaf uchun место qoldirilgan. Spalni, bu yerda yana bir spalni, o'rtada sanuzel, bu yerda zal. Aytganimizdek korobcha holatda 4-etaj 3 xonali 80 kvadrat. Tak, bir hojatxona joylari, уже kanalizatsiya tochkasi, suvning cho'chiklari qo'yilgan ekan. Bu yerda esa kuxnya joyimiz, ko'rishingiz mumkin. Отопление tochkalari tushib turibdi, bitishgani tochkalari ham tushib turibdi. Gaz cho'chiklar qo'yilgan ekan. Ochiq balkonimiz ham bor, ko'cha tarafga qarag'ayni, ko'rishingiz mumkin. Akkuratli balkon. Eldinda bolalar maydonchasi, besetkasi, parkovkasi hamma narsa bor. Balkon ham normal kattalikda. Hamma yer teshcha bo'lgan. Simlar ham montaj bo'lgan ekan. Tak. Bu yerda bir spalnisi ko'rishingiz mumkin. Aynalarimiz aqua. Sanuzel joyimiz teshga kirmaydi. To'pli polozor tashalgan spesialni. Vitishka joylari bor. Kanalizatsiya tochkasi, suv tochkalari keyin. Bu yerda esa zal. Ko'rishingiz mumkin. Teshkalar bo'lgan, suvoqlar bo'lgan. Shuni sostenada. Ham yo'lning ustunda bo'ladi. Shu mashaylangan joyimiz Sentralniy ko'chasi Al-Xorazmiy City'ni to'g'ri haykalini chiqadi. Bundan chiqsanizlar ham bo'ladi. Tak, 80 kvadrat korobcha holatda, bahosini yozib qo'yamiz videoning tagida, bemalol shudan ko'rib bog'lanaverasizlar. Bahosi ham xudo xolasa arzonroq bahada bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tamiz: 99 946 76 66. Ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashaverasizlar.